Sigaret chekadiganlar diqqat qilinglar. Bir piyola choy ichasiz, sharbat ichasiz, olmani yeysiz, ol bismillah deysiz. Sigaret chekayotib bismillahda boshlasizmi? O'zingiz aytyapsiz bu narsaning noto'g'riligini. Yeb bo'lib turib, ichib bo'lib turib, boyaga narsani alhamdulillah deysiz. Endi sigaretni tugatib turib, alhamdulillah deysizmi? Demaysiz. Endi qarang. Uyga bitta qovun olib kelasizda, olib kelib ichamiz deysiz. O'tiringlar, bir so'yib yeymiz. Bismillahdan boshlab alhamdulillah tugatasiz. Endi bir pashka shunday sigaret tashladingizda, olinglar hozir. Bir chekamiz deysizmi? Nimaga demaysiz? Shu qilayotgan ishingizni o'zi sigaretda pok narsa emasligini ko'rsatib turibdi. Yoki yana bitta sigaret chekadida yerga tashlaydi. Ezib qo'yadi. Endi bir tishlam nonni yerga tashlab turib oyog'ingiz bilan ezishdi.